Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilar, yaxshimisizlar? Rossiyada dollar kursi kichkina raqamlarda arzonladi. 1000 dollarimiz 86.123 rublni ko'rsatyapti. 10 aprel tungi soat 1:30lar atrofi chita vaqti bilan. Rossiyadan turib O'zbekistonga dollar jo'natish kurslarini ham tekshirib ko'ramiz. Ko'pchilik bilgan Zolotoy Korona orqali. Xo'sh, Zolotoy Koronada 1000 dollarimiz 89.328 rublni ko'rsatyapti. Rossiyadan turib O'zbekistonga dollar jo'natish hozirda yaxshigina arzonlagan. Bundan ham arzon jo'natish mumkinmi deganlar uchun albatta mumkin. Mana masalan yana bitta приложениеda tekshirib ko'ryapmiz. Bu yerda ham 1000 dollarni hisoblab ko'rdim. 89.150 rublga 1000 dollar jo'natishingiz mumkin. Dollar va O'zbekiston so'mini kursini hisoblab ko'ramiz. Markaziy bank ko'rsatkichlarini 100 dollarimiz 1.295.000 so'mni ko'rsatyapti. Banklarda bu kichkina raqamlarda bir-biridan farq qilish ehtimoli bor. O'zbekiston so'mini Rossiya rublida ko'ramiz. 15.000 rublimiz 2.255.000 so'mni ko'rsatyapti. Bu yaxshi holat deb o'ylayman. Rossiyada yana dollar kursi arzonlaydimi deganlar uchun grafik bo'yicha ko'ramiz. Ekspertlar xulosasini aytib o'tamiz. Grafik bo'yicha ko'radigan bo'lsak, kichkina raqamlarda mana tushishlar kuzatilyapti. Bu yaxshi holat deb o'ylayman. Ekspertlar xulosasiga ko'ra, may oyida yana katta tushishlar kuzatilish ehtimoli bor deyishmoqda. Masalan, hozir 1000 dollarimiz 86.000 bo'lsa, may oyida 85.000, 80.000 rublga ham tushib qolish ehtimoli bor.